Assalomu alaykum. Xayrli kun qizlar. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugungi kunlaringiz fayzli, barakatli bo'lsin qizlar. Men begoniya gulimni ko'rsatmoqchiman sizlarga bugun. Begoniya gulim. Yangi butonchalari. Begoniya gulim adaptatsiya jarayonidan juda ham chiroyli tarzda o'tdi qizlar, juda ham peshni bo'lib, mana bu yangi gullar ochilgan, ana bular yangi ochilgan gullar. Ana bu gullar eski, ozgina eskilar rangi xiralash ekan, ochlashadi. Ochlashadi. Yangi bo'lganlar mana temni bo'lib, chiroyli rang bo'lib turadi-da, to'q rang. Bular ozgina och rang bo'lib turadi qizlar. Begoniya gulim juda ham peshni bo'lib ochilibdi qizlar. Ana taklaridan juda ham ko'p shoxlar chiqaribdi. Uylayman, tuprog'i ham yo'qdi, joyi ham yo'qdi. Salqingina joyga oftob tushmaydi, bitta ham tushmaydi. Bir kechga yaqin tushib o'tmasa, bu sarig'i qizlar. Bu sarig'i ham xuddi shunaqa juda ham chiroyli bo'lib, mana peshni bo'lib, mana bu gulchasini qarang. Sariq bo'lib, ichchalari to'q, ichlarigacha peshni bo'lib gullayapti. Buni ham aralari ham mana yangi barglar chiqarib, ko'payibdi. Joyi yo'qdi bunga qizlar. Mazza qilib o'sibdi, shunday mazza qilib o'sibdi. Mana chiroyli bo'lib turishini qarang. Qaysarichalarni qizil, mana juda ham rangi bilan chiroyli bo'lib turibdi. Mana shu yangi gul olaman-ku, yangi nav. Boshqa sortlardan birini olsam shu qo'lim qichaveradi qizlar, cherinka qilgim keladi, ko'paytirgim keladi. Juda ham peshni ochilganda bargi juda ham kam, pastiga bargi kam, polni gul. Shu sortdan olishlaringizni tavsiya qilaman, juda ham chiroyli ekan. Kiyganiga 15ga kiygan bo'lsa, mana bugun 2 chислomuz, 2-iyuldan bo'zi tinimsiz gullari ochilib yotibdi. Barglari kam. Eng ko'p gul ochilibdi-da qizlar. Juda ham ko'p mazza qilib ochilibdi. Mana yangi ochilaykoni holi. Ana bu ham endi ochilgan gulchasi. Keyin qo'lim qichiydi deylar, keyin mana olib bargini ana biqinlariga ham suqib qo'ydim. Aslida bargini kesishim kerak edi qizlar. Mana aslida bargini kesishim kerak edi. So'lganda bo'lib turibdi, lekin kesib tashlashim kerak edi. Lekin tagi yaxshi. Endi suv solib tursam vaqtiga suv solib tursam o'sib ketadi, tomir oladi degan niyatdan 3-4 kun bo'ldi qizlar, holi unga ham. Xo'sh, bu gulimiz adaptatsiyadan juda ham yaxshi o'tdi qizlar, juda ham chiroyli o'tdi. Men juda ham qo'rqqandim qizlar, lekin o'tkazib bilaman bu adaptatsiyadan qanaqa bo'ladi. Men bu holi bu gul yangi menga deb mana butonini qarang. Bunisi undan ham chiroyli-da, mana butonni qarang, yangi novda qilgan, yangi novda. Ana, yangi novdaga yangi butonchalar ochilibdi. Ana, kecha ochilmagandi, bugun o'sha ochilibdi. Juda ham chiroyli. Mana bu eski gulchasi, mana bular yangi gulchasi. Ichlari peshni bo'lib, to'lib ochilibdi qizlar. Mana ichini qarang, to'lganin. Mana bunisi ham yangi holi, endi ochilibdi. Shunday asalcha bo'lib turibdi-da. Bular mana eski gulchasi, rangi nima bo'lgan? O'charib ketgan. Yangi ochlaykonlar mana temni bo'lib turibdi. Rozviy, chiroyli rozviy bo'lib turibdi qizlar. Buni ham adaptatsiya jarayonlari juda ham yaxshi qizlar. Mana shoxchalari bor. Shoxchalarni ko'ryapsizlarmi? Ana, yangi chiqqan shoxchasi. Ana bu ham yangi chiqqan qizlar. Bu lekin shoxi bilinib turar ekan, guli juda ham o'zini yopib tashamaydi ekan. Mana shoxchalari yaxshi o'sibdi, mana buni qaranglar. Takki ham gullari qolib ketgan. Ana bu shoxchalarni qarang, yaxshi o'sibdi shoxchalari. Bu
gulidan ko'ra shoxchasi tezroq o'sa ekan. U gullaga esa nimasi tezroq o'sadi? Gullari tez ko'payib ketadi ekan. Judayam chiroyli bo'lgan shu desalaringiz. Nima yana aytmoqchi bo'lganim sizlarga, cherinkasidan ham qilganman buni. Уже 15-kuni kelgan bo'lsa qizlar, уже qilishim kerak. Har 3-4 kun, lekin sabr qilolmadim. Ozgina katta bo'lsin devdim-da. Yo'q. 17-chislo kuni bundan uchalasidan 3 ta shoxacha sindirib oldim. 3 ta shoxacha sindirib oldim. Keyin chiroyli bo'lgan, qarang. Takka chiroyli bo'lib bargini yopib turibdi. 3 ta shoxacha chiroyli sindirib oldimda etib qurganman qizlar. Biram ko'karibdi, biram bargchalar chiqaribdi. Bugun endi 10 kundan o'tdi-da, bugun уже 15-kun ekan bugun. Cherinkachamga уже bargchalar chiqargan, bunaqa bargchalar chiqarib, chiroyli bo'lgan. Ko'rsataman sizlarga ham hozir. Endi bu gulim qizlar, bu gulim ham o'zgarish bor deb o'ylayman. Yana oti esimdan chiqdi shuni. Kilyonmi? Nimadir ham deb yozdilar-da. Hali yoshimiz hech qaysi yoshga bo'lgani yo'q, lekin xotira chatoq. Bu nima ekologiya buzilgandanmi yoki mana hammamizga beriladi-ku, nima deydi? VIP baza beriladi-ku, VIP tarifimiz уже kamayib boribdi qizlar. Zirenamiz kamayibdi, уже harakatlar susaygan. Nechiga kirdik holi? Shu yoshimizda ham shunaqa. Bilmadim, endi men aytaman, bu VIP tarifimizdan ancha ishlatib qo'ydik. Endi bilmadim, nima qay holatda, qay nimada qariymiz-u, go'zal qarish nasib qilsin. Shu VIP tarifimiz kamaygan, xotira pasaygan. Shu uchun buni esimga yo'q kulchani, lekin shuni ham o'zgarish bor, bunga ham o'sibdi bu ham. Bu ham o'sgan, binoyi chiroyli bo'lib o'sgan. Xo'sh, o'zi maydacha edi, mitticha edi. O'sgan, yaxshi o'sgan. Shunaqa qizlar, mana chiroyli bo'lib turibdi. Shuni begoniyalarimiz sizlarga ko'rsatay dedim qizlar. Begoniyachalarimni ko'rsatay dedim. Ana juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Bunisi ham bir chiroyli bo'lib turibdi. Уже garshukchalarimizni to'yildirmoqchi, xursand qiladi odam bular. Bu ikkalasi bu yoqqa. Ana bu yoq tarafga qizlar limonim bor. Yo'q, limon emas. Kechirasizlar, adashdim. Apelsin bor. Apelsin. Bargimni ish qilasa hidi keladi, massada hidi. Уже mana yangi shoxlar chiqib, uyga qo'yamiz buni. Har yil qishga keyin tashqariga chiqaramiz-da. Уже ana yangi novdalar, yangi shoxlar nimagadir gullamayapti bunga. Bir 5 yillik bo'ldi bu. 5 yildan ham ziyod bo'ldi menimcha. Gullamayapti bu nimagadir. Nimaga gullamayapti? Ana garshugi. Shunaqa bu apelsinim qanaqa nima qilsa gullaydi bilmadim. Endi sizlarga bog'imni ham ko'rsatib o'tay. Bog'imni ham ko'rsatmoqchiman endi sizlarga qizlar. Уже gortenziya ham gullagan. Ramashkalar normalni chiroyli bo'lib turibdi. Quyosh gullarim gullagan qizlar. Bog'imga o'zgarishlar katta. Ana sizlarga ko'rsatib o'tay bog'imdagi gullarimni ham. Ana buni qarang. Ana o tarafiga qarang. Biram chiroyli bo'lib turibdi bu ham. Mana bular ochilish jarayonlariga. Bu ramashkalar bular. Shunday biyozor shu ramashkalar, shunday biyozor. O'zidan ko'p tonlari bor. Judayam chiroyli ramashka zo'r bo'lyapti qizlar. Judayam u taraflarga ham chiqib ketgan ramashkalar. Nastis gullarini u yoqlariga ham bor. Nastis gullarimiz gullab bo'ldi hammasi.
Bu piyon gulimizni shunchaki tomiridan ketirib bitta mayda tomirchasini qurgandim qizlar. Bitta bir yerga bitta ana piyon gulini. Bitta mana 3ta qurilgan ekanda. Ana bu qizlar o'sha gardensiyam gulladi, mana gullamoqchi. Endi rang kiradi nasib bo'lsa inshaalloh. Ana почти buyum baravar bo'lgan. Judayam chiroyli bo'lyapti. Ana gulni ko'ryapsizlarmi? Buni yana xoli qilishim kerak edi, qilmadim, erindim, lekin yaxshi. Judayam chiroyli bo'lib, ana gullari bu bir kaftga sig'maydi bular, nasib bo'lsa katta bo'lsa bir kaftga sig'maydi. Shunaqa bog'imizdagi o'zgarishlar. Keyin yana ko'rsataman sizlarga. Astiova gulim ham ochildi. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana buni go'zalligini ko'ringlar oldin. Ana bu tarafga astiova gulim qizlar. Bu ana pastdan gullab kelyapti. Judayam chiroyli bo'lib gullayapti. Fioletli, svetli fioletli bo'ladi-ku, svetli. Temnoy emas, svetli fioletli bo'lib gullayapti qizlar. Judayam chiroyli. Nima? Bu ham svetli joylarni, judayam yorug', quyosh tushib turadigan joylarni yaxshi ko'rgan bu astiova guli ham. Bir ikkitasi bor, soyaga qolib ketgan. Ular hali bunaqa emas. Buni chiroyli bo'lib, hali gullashga tushgan yo'q. Mana bunday hali. Mana bunday bo'lib kelgan. Hali bunaqa bo'lib ochlama degancha ancha bor. Shunga ham bir 3-4 kun bor. Hali bu ham to'liq ochilib bo'lgani yo'q 100%. Lekin barglari judayam chiroyli. Bu faqat men o'ylayman, O'zbekistonga ham bormikan shunaqa astiova kim yana o'stiribdi qizlar? Yozinglar. Kimga bor yana astiova guli? Ana. Astiova gulim judayam xursand bo'ldim bu ham ochilganiga. Qizlar mana bu 15 kunlik chirinka. Ana 15 kun bo'ldi bunga hisoblasam, rovna 15 kun. Ana sizlarga ko'rsataman. Tagdagi qiz ikkita chet qizil nima? Qizil ochlaykan, ana bu sariq ochlaykan. O'zi badanchasi aytib o'tiribdi. Qizilchiroq bo'lib turar ekan. Ana shu qizlar 15 kunlik chirinka. 15 kunga shu holatga kelar ekan. Yaxshi, lekin yomon emas. O'sha tomirlar chiqargan deb o'ylayapman, chunki barg chiqaribdi-ku. Mana nechta bargchalar chiqaribdi, lekin tomir ham chiqargan-da. Bilmadim, tomiri ko'rinadimi buni? Yo'q, ko'rinmayapti menimcha. Yengilgina tuproqqa qilganman. O'sha bilan tomir uchun katta bo'lib ketmasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Shunaqa qizlar, 15 kunlik chirinka. Bu gardenziya xonim bu kishi. Bu kishi ham o'sha o'sib, ulg'ayib, katta qiz bo'lganlar ana. Katta qiz bo'lganlar, chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib o'sibdilar ana. Judayam chiroyli. Mana oldagi 3ta bargi yangi chiqqan barg. Mana ana bular, ana bu 3ta yangi chiqqan barglari qizlar. Judayam nima? Yaxshi, o'sish jarayonlari yaxshi. Mana buni yaqinga sindirib qo'ygandim, mana buni. O'shani ham suqib qo'ydim. Yaxshi turibdi ham. Bir ish qilaman desam, bir ish qilaman-da. Bu. Endi beri barchalarini suqib qo'yman, bilmadim o'yinni. Bu esa nima? Ana bu. Nima deydi? Kitayskiy rozam chirinkalari qizlar. Nechtalar dedik. Bu ham chiroyli bo'lib o'sibdi, svetli, chiroyli. Kunlaringiz fayzli, barokatli bo'lsin. Kommentariyalarni yozayotganlar uchun kattakon rahmat aytaman. O'z rahmatlarimni aytaman. Sog' salomat bo'linglar. Fikr va mulohazalaringizni bildiringlar. Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar qizlar. Sog' bo'linglar. Biror nimalar qiziq bo'lsa yozinglar, javob berishga harakat qilaman.
sog' bo'lasizlar.